شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hörmətli qarindaşlar, biz ilgirki saatlik dərslərimizdə əhli kitab haqqında sözümüzni davam qılıb atqan. Əhli kitab özünün Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamğa, Bəni İsrail, Yahudiler, Resulullah'a iman etməslik bahanesini fakat biz özümüzge düşkən Tevrat, öğretilgen Peyğəmbər Musa Aleyhisselam'a sadık biz. Şu Tevrat'ta bağa işinimiz, Tevrat'ı kəmigə işənməyimiz degəndək məntiqsiz bir gəpni qığandı. Bunun Allah Subhanahu wa Ta'ala aldınqı dərslikdəki ayətdə reddiyə vergəndi. Yani senin aşıq gəpinlə Rasulsa, sizi şu Resulullah'a, Muhammed Aleyhisselam'a iman etməslik bahane sebebini Tevrat'a atıp durup Tevrat'a iman etimiz, Qur'an'a iman etmeyimiz degen nəsini köstüp durup üzerine aklamakçı bolsanlar, müşgipinler Rasulullah olsa nemdep nurgun peygamberlerini öldürüp dolayın bundan ilgili. Acaba senin Tevrat'ta peygamber öldürsünde bağma mesela senin bu gepinle sahta bu senin gepinle. Tevrat'a iman etimiz degen gepinle sahta dep reddiye vergenti. Bugünkü dersimizde mi aynı reddiye devam kılıvatıdı. Devatıdı ki sizler acaba bugün Tevrat'a bek iman edip kapsızlar. Acaba üzerine Musa Aleyhisselam'ın ergeç kişileri bizde acaba sadakatmen körüsü sizler. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَةِ Musa Aleyhisselam öz vaxtıda sizlərə nurgun delil paketlərini əkərgən toğu. Köz aldığınlarda deniz yerilğandı. Köz aldığınlarda hassi yılanğı özgürəb Firavunның sahirlərininki sihirlərini yutub taşlığandı. Qolunu çıxarsa yamanlıq emas. Ap-ak haletki özgərgəndi. Hassi ilə birini uruşulan taşdın su etilib çıqqandı. Asmandan məndən salva düşkəndi. Bunu bu kadar köp nurgun paket möcüzelerini ekegen. Eğer sizler biz zadi Tevrat'a erişidik adamlar, Musa Aleyhisselam'a erişidik adamlar, ya biz bu Kur'an'a erişemeydik diyen gibi onu Rasul kalsanlar, karanlar mı nişanlığa? Musa battı silinen kaşanılda. Tevrat battı silinen kaşanılda. Tevrat adam ölçüsünde bağım etti. Musa Aleyhisselam ekegen helikidek möcüzlerge delil paketler karta sizlerin inkasını nim boldu? ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ صَالِمُونَ Musa Aleyhisselam sizin şunda denizden kutkuzup, Firavun'dan kutkuzup açıkmastılar. Şunda turtakka Allah ölen kürüşkeli kitişe hamalla Musa'ydın birine kılıp aldınlar özünlerine. Bu arqılıq siz özünüzü zulüm qıldınlar. Bu cinayetinizə nimdeysizlər? Bugünkü halınızmı? Bundan farq etmez. Bugün sizlər özünüzü köstü atqan bahane ilgirki əcdadlarında aynı ötken. Sizlərin xarakteriniz özgərməyir. Sizlər yalğancısılar. Özünüzü zulüm qıldığan insanlar sizlər müştaqılış arqılıq dep bulağa ikinci reddiyəni bir vatıdı. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge aldan derslərdə Yahudilərin ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a düşürülgen Kur'an'a iman etişinin red kılışını fakat üzümüzge düşürülgen Tevrat'la iman etimiz degen paketilen
bahanelab rad qilganligini ilgirgi darsda bayon qilgandan keyin endi bugungi darsimda Alloh subhanahu va taolo bularning bu paketlarininki yolg'on ekanligi. Asli buning xarakterida inkorchilik, dinsizlikninki o'ynab ketganligini bugungi darsda Alloh bayon qilyapti. Allah subhanahu wa ta'ala dediki: "Ve laqad ja'akum Musa bil bayinat." Yani Musa aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselamni nurgun paket, nurgun mo'jizalar bilan kuchlantirdi. Buni ba'da Musa aleyhisselamga bu paket mo'jizalar sizlarning qalbinglarning iymon bilan to'lib Allah'ның g'ayriga iymon aytmaydigan, Allah'ның g'ayriga ibodat qilmaydigan holat kelishingizga yetarlik edi. Masalan, sizlar ko'z oldinglarda dengizni sizlarga yerib berdi, o'tdinglar. Sizlar ko'z oldinglarda ko'rib turib, tog'dek suv gavdasini ko'rib, uning o'tiridan quruqliqda, patqoq emas taxa. Mayt qulay. O'tdinglar, sizlar ko'rdinglar, shuni ko'z oldinglarda bo'ldi shu ishlar. Ya'ni bu mo'jiza sizdan bir yot emas. G'ayb emas bu mo'jiza, ko'z oldinglarda yuz berdi bu mo'jiza. Buni sizlar ko'rdinglar. Ammo dengizni shunda o'tmaylar. Musa aleyhisselam Allah bilan muloqot bo'lish uchun ketgandan keyin sizlar mo'zaydan birini Allohni qo'yib o'zingizga iloh qilib ibodat qilib oldinglar. Acaba sizlar mushu ishlar yuz bergan turib yana sizlarga tushirilgan shu Tavratga iymon etdik biz deb qanday da'vo qila olasizlar? Acaba mo'zayga ibodat qilish sizning Tavratingizda bormi? Agar sizlar shu Tavratga haqiqiy iymon etgan bo'lsanglar, mo'zayni iloh qilolmaydinglar. Bu voqelik sizlarda o'tgan, bilasizlar buni sizlar deydi. Allah subhanahu va taolo ma oyatda bularning paketlarini yo'q qilmoqchi. Ya'ni bizga tushirilgan iymon aytimiz, biz qolgan narsani o'qimaymiz degan bu gaplarni yo'q qilmoqchi-da. Bizga shuni ko'rsatib qo'ymoqchiki, Yahudiylar sizning Qur'onga, silg'i kelgan bu islomga iymon etish emas, o'ziga tushirilgan shu Tavrat shu Musa alayhisalomga iymon etmagan xalq. Ama aldığın saatlik dersde peygamberini öldürüş kıssını ep geldi. Eğer ola hakiki, olağı düşürülgen Tevrat'a mümin bula olsa, peygamberini öldürüşünü mübah kılıdığın bir delile kelsin. Lekin yalgancı bulanın gibi, onun Tevrat'ı dunda hep yok ki. Bu bir. İkinci paket, bugünkü ders ki, eğer siz zaten sizlere düşürülgen Tevrat'a hakiki iman eğititiğen bolsanlar, depakınlar, qanday olup Musa aleyhisselam sizlerge naytur roşan paketlerini ekegen tusa. Yılanga özgergen hasa, kolunun ap-ak oluşu, sizlere Firavunning kavmidan qutuluş üçün dengizni yerib bergen dengiz mesela. Köz aldığınlarda öldürgen kalınınki bir parçasını uğan diyen kiyillam Allah köz aldığınlarda türgüzüp bergen helaki ölük Adem'nin meselesi. O nurgun paketler köz aldığınlarda yüz berdi. Nurgun işler köz aldığınlarda yüz berdi. Ama Musa aleyhisselam şunda ketişir Allah. Rabbi bilen uçraşqılı şunda silini taşlap koyup şunda ayrılışır Allah'ım. Sizler muzayini üzerinde ibadet kılıdığan ilah kılıp aldığını. Demek sizin bizge düşürülgen Tavrat'a iman ettiği adamını biz. Qağan okumayımız deyin gipinla yalğan. Sizler ne sizlere düşürülgen Tavrat'a iman ettiği adamını emez. Ne sizden kin düşürülgen her qanday kitapqa, meyli İncil olsun, meyli Kur'an olsun, bunu iman ettiği adamını emez. Bu sizin köstüvatkan bu bahane, sebep, kelgen delil paketlerinin hemmisinin zade asli maksat zade iman etmesi. Uzanın asli karakteri de meniş dünyada. Ayetinin ahırda ثُمَّ اتَّخَزْتُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ degen delilini keltürgen biz bu mezmun tüygendeki miyade kıtımızın tartılgan bir iş var. Arap til noktasını qaraganda اتَّخَزْتُمُ الْعَجْلَ degeni mozaik qilivelish. Mozaik qilivelish degan normalda masalan bir odam bala qilib oladi. Kichik mushkimurni uy hayvoni qilib oladi. Bir necha qo'yni pada qilib oladi. Qilivelish degan gap. Miyada mozaik qilib oldinglar deb ifoda keltirdi. Ibodat qilgan gap yo'q. Ama masalan muzay deganni uyda baqish yoki bir muzay qildik, ikki muzay qildik, to'rt muzay qildik, biz kalava qilyapmiz, bir qancha kala qilib qo'ydik, baqamiz degandek iboralarni qo'llanadi. Bu xato emas, ma'siyat emas. Ba'zida tirikchilik uchun qo'llanamiz u kalalarni, ba'zida go'shini yeydiganga bug'zlash uchun qilamiz. Bu xato. Lekin ma'siyat mushu muzayni ibodat qiladigan bir narsa, ma'bud qilib olganligidan.
Endi nima ish qilmaydi? Uch oshkora mo'zayni iloh qilib oldinglar demay, mo'zaydan birini qilib oldinglar, mo'zayni qilib oldinglar deb qo'yishi, chunki yahudlar o'zi biladigan masala. Va hammasi aniq o'qidigan masala. Mo'zayga yushurin ibodat qilmagan bular. Ya'ni Alloh ular xitob qildiki, Musoga yushurin ibodat qildim, oshkor ibodat qildinglar. Bu nihoyat aniq masala. Bu guvochiga yoki guvohlikqa muhit ehtiyojli emas, oshkora xalqning oldida yuz bergan. Bunda masala o'g'achqa bu yerdagi mo'zayning hikoyasini tilga olish hammasi biladigan nuqta. Ham mo'zayni shuna tilga qo'yish, bular Alloh haqida o'tkazgan gunohini his qildirish uchun bularga. Shu Allohning mo'zayni ibodat qilib oldinglar deb oshkor demasam, mo'zayning gapi chiqib bo'lguncha hozirgi yahudlarning so'zsanglar biladigan masala bu. Yani insan mesela bunda bo'ladi ya, ba'zi xatolikni o'tkazamiz masalan, bir ig'ir xatolikdan birini. Vaqt o'tib yana sal o'zimizni tuymog'ili to'saq birisi bizni adablab qo'ymoqchi bo'lib, masalan, shu xatolik o'tkazgan inson adablab qo'ymoqchi bo'lib, daqiqa ishni shunda adab qo'ysaqlam yetdi ya uningga. Shuningga o'xshagan bilan masalan. Qani muzay masalasi va ya qani degan gap avlod. Shu bilasizlar, onasizlar degandek. Oxirdagi va antum zolimun degani o'z o'zingizga qildinglar degan o'sha iymon masalanglarda o'z o'zingizga qildinglar. Alloh haqqida Allohga kafirlar qilib o'z o'zingizga qildinglar sizlar deyapti. Oyatdanqi tushuntirilgan mazmunlar 92-oyatning mazmunlari. 93-oyatda yana Alloh subhanahu va taolo bularga yuqorqi oyatda raddiya qaytarib bularning qilmish atmishlarini bularning yuziga sap bo'lgandan keyin 93-oyatda yana shu Banu Isroilning o'tgan xatoliklarni birma-bir o'tirg'a chiqyapti. Davatudu kastaizu billah va iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khuzu ma ataynakum biquwwa wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Yine bularning bu oyatda tilg'alangani bularning gap so'zlari bilan amaliyatininki udul kamaganlik. Ilgirki oyatdami, ilgirki darslarimizda shunda ahvollar ko'p uchirgan dedik, bayatdan o'qigan mazmundami bularning ig'izdan chiqqan amaliyati bugun digini bilan o'tmishi yoki kelgusi uygun kamay o'zaro zid bunday bir holat paydo bo'lgan bularda. Yana bugungi oyatdami, hozir 93-oyatdami bulardiki bu ahvol tilga ilinadi. Asl tavatudu bularga va iz degan o'zi aslab taqma degan gap yani. Bilisizlar sizlar degan gap yani. O'z vaqtida degan gap yani. Biz sizlarni va'dani oldik. Nasa asli mithaqakum degani sizlarning ahdinglar. Bu Allohning ahdisi. Ahdining bir tarafi bularga munosabatli bo'lg'achqa shu sizlarning ahdinglar deyapti. Va ustinglarda turtig'ini ko'tardik. Biz bu voqealikni so'zlab o'tgan. Biz şu vaqtda dedikki, "Xuzu ma ataynakum biquwwa." Sizlarga bergan bu Tavratni, ta'limotlarni, diniy taklifatlarni mustahkam tutinglar. Biquwwa degani astoydil, yaxshi ko'rib, vujudingizdan chiqarib tutinglar va anglanglar, gap anglanglar degan gap yana mana bu. Alloh qilgan buyruqlarni anglanglar sizlar. Deganki bo'ladi, o anglaymiz deydi. Deb bo'lib, ammo buning amaliyati nima deydi? Asinglar. Qalu sami'na ig'izda anladik deydi. Amaliyatdagi qilayotgan ishlar sana biz qarshilik qilamiz deydi. Amaliyatini ig'izda anladik degan bilan amaliyati qarshilik asili qiladi bular. Bularning qalbiga muzay buning kafir bo'lganliksa asli buning tangtigidan bir xil inkor xarakteri var ya. Vujudida bir xil qarshilik xarakteri var ya. Mushu inkor xarakteri tufaylidan ma muzay buning qalbiga uchirilib ketgan, sinib ketganda Muzayning muhabbati. Payg'ambar Alloh xitob qiladi. Dangi Muhammad alayhisalom, agar sizni o'zingni mu'min deb chaqlasanglar, biz Tavratga iymon etqadimlar deb chaqlasanglar, Musa alayhisalomning ergashuvchilari deb da'vo qilsanglar, bu ajaba sizning bu aytgan iymoninglar bu sizni ajab yomon ishlarga buyuruydi kana? Bir turib payg'ambarlarni o'ldirdi ekansizlar. Bir turib Muzayga ibodat qilib oldi ekansizlar. Bu nima ish bu? Mushumi sizlarning iymoninglar degan bularning bir xil topa. Bularning bahona sabablarini yana kesish. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bularning Muzayga ibodat qilish sababli kafir bo'lganligini bularga eslatgandan keyin bularga nisbatan ig'ir bir adablash, kufr o'tkazgan kufrligini eslatish qilgandan keyin bugungi oyatda qayta bularni bir qitim adablashni istedi. Bularning ustiga turtig'ining tushishidan qo'rqib iymon etganligini aslining iymoninglar haqiqiy iymon bo'lmay qolgan degandek mazmunda eslatish bularga nisbatan. Amaliyotda ta ularning ustiga tushmaydi.
Chunki Alloh subhanahu va taolo hech kimni iymonga majburlamaydi. Majburlangan iymon bo'lmaydi-ki. La ikraha fid-din. Iymonda hech qanday odam majburlanmaydi. Har odamning ixtiyori bor. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga iymon aytish ixtiyorlikni berdimi, tamom hech qanday shaklda majburlanmaydi. Ammo ular ustida shunda turtig'ini kirish olmaydi. Bu bularning masalasi xuddi bir kichik bolaga o'xshaydi. Doktor uningga ochiq dorini bir yezib bergan bo'lsa, kichik bola saqlash uchun. Kichik bola dorini yeb saqlash kerakdi. Ama onu mu diyorsak şekilde mecburi şekilde bir iş yürüyüş buna bir ahvalları var. Muşnun okuydu bulanın ahvali. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala şunun aşkı bulanın üstüge tağınışında köteydi. A ehdi misak, a yolunu, iman yolunu kana kılışın eyleyiş için. Eminet Allah onun üstüge taşlamaydı. Bunu mecburlar iman etip doğan işi yok. Qanaqdır, mehribanlar bir gap çıkıp kalmışsın Allah subhanahu wa ta'ala bulanın üstüge tağını kötürüp, Allah'ın taşlayımı guyla dep, qo'rqitib Ondan keyin iman aytib bo'lmaydi. Iman aytishga majburlab turdi. Nima gap chiqib qolmasin? Bu degan bir yaxshi ko'rgan odamning majburlashi. Xuddi bayatında o'qiya, kichik bola bizning yurak parimiz, jigar parimiz. Ammo u og'riq, u saqaymiz olmaydi. Shu ochiq doğrusini ishcha deydigan gap endi. Allah subhanahu va taolo o'zining xalqininki samoviy manhajsiz yashashini xohlamaydi. Shuning bilan ularning ustiga turtig'ini götürüdüğün gap. Taşlaş üçün emas, özünün kudretini, kuvvetini budağı gösteriş üçün. La qarab bular bu zor güçni his qilgandan keyin bu zor güçning o'zini nima qilib ta'laydiganligini bilgandan keyin an iman aytgan nima? Qanaqdir iman aytmasang tag'in üstüne tash o'tma degan gap emas shu. Xuddi ular Allohning qudretini his qilib yo'q deb an iman aytgan narsa o. Xuddi tamamen bayatın deganimizdek bir kichik bolaga o'xshaydi. Açık doğrunu zaten içkisi yok. Ama kesilinin saklaş için zorlap kana kılıngan iş gelmek. Ata-anasının onunla açık doğrunun zorluğunu onu bir zorlap üçünü ele veriş yaman görüş emas maksat. Yaxşı gördü balasını, şu açık olsun üsküzüdü, ağırlık olsun okul saldırdı, ağırlık olsun operasiya kıldı. Çünkü ata-ana balasının sağlam buluşunu yaxşı gördü. Valillahil mesalul a'la Allah özünün xalqının iman içinde yaşayışını yaxşı görürdü. Şoň aşqa üstüge tağını kütürüp bulağı özünün zor kudretini his kıldırış arkalık ularni iman esken degen bir ümidi var. Ama iman babında insan ixtiyarlık verilgen, ixtiyari şekilde iman etdi. Allah bunu xalaydı. Eğer onda olmaganda malaikalarga o'xshash vücudumuzda, tabiatimizda iman tabiatlik yaratayotgan bolsa, masala chiqmaydi bu yerda. Yani sen kichik bolaning misolini olsak, kichik bolaga doğruni yomon ko'rib biramsa yoki uningga bo'lgan muhabbatdagi yuksaklik, uningga bo'lgan mehribonlikdagi eng yuksaklik, yuqori darajadagi muhabbat buni sana bergizamdi bu masala. Allah subhanahu va taolo bu yerda shuni iroda qiladi-ki, Mavlani o'zininki, yani Banu Isroilninki Allohning to'g'ri manhajiga uchish uchun, Allohning to'g'ri yo'lini tutish uchun qiladigan barliq ishlarni qildi bularga. Bir qonun yaratmaydi, Allohning dini qo'ysin. Allah insonga ixtiyorlik degan bir qonuniyatni bekitgan ziminda. Bu nuqtadan Allah hech kimni iymon tabiatlik malaga o'xshash yaratmaydi. Hech kimni zo'lamaydi. Ammo Allah bandasini yaxshi ko'rgan vaqtda shu bandaning o'z ixtiyori bilan iymonni tanlash uchun bandaga nurg'un iltifotlarni qiladi, marhamatlarni qiladi. Dal Banu Isroil bu xil marhamat, bu xil iltifotlarga ko'p ko'p uchragan millat. Halbuki bularning qaytirgan inkosini biz anglayapmiz, ko'ryapmiz darsning bashidan ta hozirga qadar. Bu yüzden bularning bu qadar la'natlanishining sababi bu. Allah bunga ajoyib yaxshilik qildi, ajoyib marhamat qildi. Mushul bir iymon esken dedi. Chunki ixtiyorlik berilgan ular. Ama ular bu xil marhamatlar, bu xil fazli ihsonlarning oldida, bu xil ko'rgan paket mo'jizalarningki oldida, ya'ni o'zining xarakteri bo'yicha ma'noda shunlashqa bulug'i kelgan la'nat, mislsiz la'nat. Bulug'a qiyomatga qadar xorliq duchor qilingan, mubtalo qilingan xalq bu. Yani biz deymizki Allah subhanahu wa ta'ala bulug'i qilish tegishlik her ish bo'lsa, buni qildi. Ama bulardaki tekabburluk tabiiti, qarşılık tabiiti bularning
iymon yo'lida davom qilishni cheklab qo'ydi bularning. Tamamen bir dadıga açık dora hech bir foyda qilmabdi. Balangiz texicha kasal desa, nima qilaman bundan boshqa? Bu doğrunu içişke zo'lab ketdim, lekin saqaymadi deganda gapimdi. Allah Banu İsrailga shunchalik iltifatini ko'rsatdi. Bu yo'lda menish uchun, iymon yo'liga kirish uchun, iymon yo'lida davom qilish uchun ajoyib iltifatini ko'rsatdi. Banu İsrail uning qo'limadi. Endi oyatda misaqakum deb ahdi misaq masalasi kum sizlarning ahdi misaq deb tilg'aldi. Amaliyotda bu misaq ularningmi Allohning? Tabiiyki bu misaq ahdi misaq Allohningki ahdi va hadisi. Ama Allah ularga sizlarning va'danglarni oldik deb sizlar deb xitob qilishi, chunki bular shu qilgan to'xtamlarda, misaqlarda bularning olgan ahdining bir tarafi bo'lg'achqa shu. Ya'ni bular bu to'xtamning bir tarafi bo'lgan ekan, bu va'da shularning va'dasi bo'lganda. Endi biz bu yerda shuning ishonishimiz kerak bir nuqta var bugungi hozirgi oyatda. Turtag'ini Yahudlarning ustiga ko'tarishi bu ahdi misaqni, bu yo'lni tutishga majburlash uchun emas. Qanaqdir bular majburlanib ekan degan gap bo'lib qolmasin. Bular Musa alayhisolamga ergashdi, turtag'ini ko'tarishdan, ustiga ko'tarishdan ilgarilam. Burun ergashib bo'lgan ular. Anda o'gandan cho'qim ergashgan bu yo'lga kirgan ekan, Musa alayhisolamga Alloh tarafidan tushirilgan bu manhaj, bu yo'lni o'z ixtiyori bilan elib, o'z ixtiyori bilan tanlash kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo turtag'ini ularning kallasining ustiga nega bo'lsa ko'tarilgan bitib qolib qo'ymoqlik uni. Hayat boyunca qanaqdir ol majburlanib degili. Agar turtag'i ustidagi ba vaqtda ular majburlangan bo'lsa, tamam mash tugagandan keyin, turtag'i uning ustidan tushib ketgandan keyin bu manhajni tatbiqlashga majburlaydigan narsa yo'q bu yerda. Shunga bu yerda alohida kuchab ketishining sababi din qat'iy majburiy bo'lmaydi. Din iymon aytish, iymon aytmasligi bir odamning ixtiyori. Ammo iymon deganing o'zi bir to'xtam. İman aytib bo'lgandan keyin buning ichidagi buyruqlar, cheklamalar, tatbiqlanishga tegishli prinsiplar u majburiy bo'ladi. Chunki to'xtamning talabi shu. Hozir Yahudlarning masalasi bu. Bular bu va'daga kirdi, bu yo'lni tanladi, Musa alayhisolamga ergashdi. Ammo yo'lga ergashib bo'lgandan keyin bu yo'lda tatbiqlashga tegishli prinsiplarni, qilishga tegishli ishlarni, o'rinlashga tegishli buyruqlarni, cheklanishga tegishli cheklamalarni ijro qilmadi bular. Yani to'xtamga amal qilmadi bular, ahdiga amal qilmadi bular, va'dasiga amal qilmadi bular. Lekin bu yerdagi masala Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalaridan qarshilik, xiloflik qilishni ko'rgan vaqtida ba'zi qo'rqitib qo'ydi ularni. Kichik azoblar bilan jazolab qo'ydi bandalarni. Nimishqa bular iymoniga qaytish umidi bilan. Bu Allohningki bandalarini yaxshi ko'rganligi, chunki ularning mu'min bo'lishini xohlaydi Alloh. Shunga biz ba'zi ig'ir xatolatsak, tuyuqsiz bizga bir xafalık qiladi. Andakin o'ylanamiz, o'zimizdan bir savol so'raymiz. Nima ish oldu? Menga men nima ish qildim? Bojab menda oldi ya deydigan. Daha o'tgan xatoligimizni eslaymiz, o'zimizning rushtimizga qaytamiz. Allohning bu muhabbati bizga nisbatan. Ammo Yahudlar biz ilgirgi darsimizda o'tganda ko'ra maddizmchi ideyasiga moddiy hukm singib ketgan menda bir kishilar o'g'achqa. Bularning ishindagini modda olgan bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo bularga moddiy faktlarni ko'rsatdi bu yerda. Görsünüzde. Mişqa bularning qalbi sel qo'rqib Alloh subhanahu va taoloni eslashga qaytarmaki degan umidda. Qanaqdir bu majburlash emas. Chunki buning tabiati moddiy, Allohning bulug'i bergan mo'jizalari, faktlar bir moddiy. Yuqori deganimizdek mo'jiz tuggan amallar bular nima asabga qaytaradi. Hech qanday majburlash yo'q bu yerda. Lekin Allohning bulug'i ko'rsatayotgan bu mo'jiz faktlar iymonga turtki bo'lgan, iymon etishga haydaydigan bir faktlar. Xudu ma ataynakum biquwwa degan oyatga keldik. Ya'ni sizlar biz bergan bu narsaligini bergan Tavrat, taklifat, buyruq, bu prinsip, bu yo'lni ching tutinglar. Biquwwa degani astoydil, vujudingizdan chiqarib tutinglar. Chunki vujudi bilan elingan narsa uningga miyurdigan. Bir narsaga astoydil qarasa, uning natijasi astoydil chiqadi. Bir narsa astoydillik bilan olganlik del ağucuning elingan narsasini, tutquchining tutilgan narsasini, qirg'uchining qilingan ishga bo'lgan ishtiyoqini, muhabbatini ko'rsa, bir odam yaxshi ko'rsa bir ishni astoydil vujudi bilan qiladi. Yaxshi ko'rmagan ishni uchun qo'shaqmaga asosda qiladi. Mu'min madam bu yo'lga oshiq ekan, bu yo'lni yaxshi ko'rgan ekan, bu yo'lga vujudidan ergashgan ekan, bu mangan yo'lga cho'qim bu yo'lning talablarini astoydillik bilan vujudidan ado qilish kerak mu'min. Chunki inson yaxshi ko'rmaydigan narsani qilgan vaqtida qo'yib
astoydillik bilan, sal qarash bilan ahamiyat bermaslik bilan qiladi. Bu tabiiy ahvol. Shunga bu yo'lning ishlarini, bu yo'lning talablarini, bu da'voga bir odamning qanchalik chopqanligi, masalaga qanchalik astoydil qarag'anligi u odamning iymonining ifodasi. Chunki talab bu. Andikin oyatning oxirisidagi wasma'u qalu sami'na va asqayna. Bular Allah nima deb xitob qildi? Sizlar tushirgan Tavrotni astoydil tutinglar. Buningga vujudingizdan muomala qilinglar va anlanglar gapimizni deyapti. Buyruqlarni anlanglar deyapti. Bular shu vaqtda dedi, anladik. Yani anlaymiz dedi-de, amma eg'izda anglaymiz degan bu odamninki ish faoliyati nima deyapti? Ya biz bu ishlarga asli qildik deyapti. İş faaliyeti başka. Egizde anladık deydi, iş faaliyeti. Bunu men dep durdu onun asli qilganligi. Ama ya da adatda gap ne qalu dedi, ne ular anladık dedi o. Qavl degan normalda tilning harakati bilasizlar. Ish harakat badanning harakati tildan boshqa. Normalda adatda bir odamda 3 xil holat shaklini bir ishni qilgan vaqtda birisi gap, shu ishga nisbatan bildigan pozitsiya. Yana birisi ish, amaliy qilgan ishi. Yana birisi oxirsida mush ikkisining yakuni bo'lgan bu odamningki amali. Bu nima desa, ma eg'izdagi gap ifoda bo'lsa, amaliy qilgan ish o'zining amaliyati bo'ladi, yana qilgan. Hamda eg'izdagi gapi bilan ma amaliyati uyg'un kelsa, amali solih bo'ladi. Agar eg'izdagi gapi bilan qilgan ishi uyg'un kelmasa, bu amal solih bo'lmaydi. Amal degan nima desa, gap bilan qilgan ishninki birgaga kelishi, tatbiqlanishi bu amal bo'ldi. Gap degani eg'izdan so'zlaymiz. Ishni sening amaliy badan a'zolari bilan ijro shaklida qilamiz odatda. Amal degan nima desa, Qur'oni Karimdagi allazina amanu va amilus solihat, iymon etgan, yaxshi ishlarni qilgan degandagi amal degan, yaxshi amal degan nima desa, ash eg'izingda chiqqan gapninki ish harakatga nima kelishi, uyg'un kelishi, ma'o xulasa. Senden ilm. Şuna senin beden qol a'zolaringda qilayotgan bunda ishlaring bu amaliy emas. Bu cho'qim eg'izingga uyg'un kelish kerak. Qalbingga uyg'un kelish kerak. Ikkisi yakunlanib amaliy solih tamg'usi beslab ustiga o'rlaydi. Yoki bo'lmasa amaliy solih tamg'usi beslashga loyiq bo'lmaydi, qilib qoladi. Allohning nazarida qabul bo'lmaydi. Haqqan chiqib ketsan. Bular dediki, eg'izdan chiqqan nima? Sami'na dedi. Biz anlaymiz bu buyruqni. Zaten anladık zaten bu buyruqni. Biz Allah nima desa buni qabul qilamiz dedi. Eg'izda va asqayna amaliyatdicho buning ifodasi nima bo'ldi? Asli qildi bular yani. Endi bular Alloh subhanahu va taolo bularga degan gapni angladi, asli qildi. Mayadagi bir nuqta o'quvchilarimizninki, qarindoshlarimizning kallasiga taqishi mumkin, arab til bildigan qarindoshlarimizninki. Va qalu sami'na va asqaynada nurg'un qarindoshlarimizninki bular dediki anladik va asli qildik deb tarjima qilganini ko'ryapmiz. Anladik. Bularning degan gapi asqayna qaluga bog'lanadi grammatik jihatda va asqaynani sami'naga atf qilmaydi, qaluga atf qiladi. Bular anladik dedi. Ama asli qildi amaliyatida deb mana shakl tarjima qildik shunga. Ya'ni bu aloqa asqayna samina atf emas, bu grammatik bildiganlar qartatilgan gap qaluga atfi. Bular eg'izda anladik dedi, ish harakatda asli qildik deb o'zining ish harakatida asliligini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni qanaqdir bularning degan gapi ma'lum gap. Eg'iz bilan anladik, asli qildik degan gap emas-ku bu. Ya'ni mushkila shu grammatikada asqayna degan fe'lni samina atf qilganlikdan kelgan. Yani ikkili gapni degan deb o'ylayapman, unda emas. Bular anladik dedi, lekin ijro qilmadi. Unda o'g'andan keyin buning ish harakati, buning asli qilganligini bizga deb beradi. Alloh subhanahu va taolo bularningki itoat shaklidagi anglashni istagan. Anglab qo'yishni emas, lekin bu anglab qo'ydi, ijro qilmadimi? Bularning qilmaganligining o'zi bir ma'siyat. Shunga bularning amaliyati asqayna da'vatudu. Eg'izi sami'na da'vatudu. Amaliyati asqayna. Yani eg'izda anladık da'vatudu, amaliyati qilmaymiz unda ishni biz. Deb Alloh osi yo'lliq da'vatudu amaliyati. Va ushribu fi qulubihimul ajla. Bularning qalbiga mo'za shunchalik uchurilib ketdiki, miyadagi men keltirgan ifodam ajoyib ifoda. Ushribu degan asli suvni ichib badanga singib ketsa, buni ushribu deyiladi. Paxtadan birga suvni tekkizsak, paxta suvni ichib olsa, bulutdan birisi suvni ichib olsa,
Biz odatda su üşürülüp ketdeymiz. Qumluqqa shuna su qo'ysak, su singib ketadi ya, buni ushribu deyiladi odatda. Xuddi muzay buning ish vujudiga qanaq ketgan, sümürülüp ketgandek, üşürülüp ketgandek bir ifoda. Amaliyotda muzay degan bir moddiy tutva qo'ydi. Bu narsa bir odamning yuragiga patmaydi, odamning vujudiga sig'maydi bu. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda bizga ularning moddiy shaklda ularning moddizmchiligini tasvirlab bermoqchi bo'lyapti. Amaliyotda muhabbat degan ma'naviy narsa, moddiy narsa emas, chunki u his qilolmaydi uni. Muhabbat degan bunda tuyg'u amaldaligi, yurakda bo'ladigan narsa, amaliy tuyg'u bo'ladigan narsa emas. Ammo bu yerdagi ifoda nim deyilish kerak asli mo'zayning muhabbati bo'lib ushulib ketdi deyilish kerak. Lekin bu yerda buni da'vatini Alloh bizga cho'qim bir maqsad borda. Ya'ni bizga shundoq bir mukammal, ro'shan bir suratni bermoqchiki bular haqida. Bular mo'zayning o'zini ichiyotgandek. Yani muzayning o'zi buning vujudiga kirib, butun badanga taqab ketgandek bir xil, yani ajoyib bir mubolag'a, yani bularning muzayga bo'lgan muhabbatining qanchalik cho'nqurlashib ketganligini ifodalayapti Alloh. Ammo muzay bunday kichiklarga qanday kirsin, yurakka yurak degan shu mushtumchilik narsa, muzay degan cho'ng ish tutiblik narsa qanday patadi? Tabiiyki Alloh subhanahu va taolo bizni bu yerda her şeydeki bir umumlaşıp ketiş, tarqab ketiş ifadesini ifadelemoqchi bizga. Şunu bildirmoqchi bizga. Yani ushrubu degan so'zlar. Ushrubu degan lug'at ma'nosi nima bu desa, suni ichgan vaqtdagi bir tasvirlanadigan bir sifat. Su ichgan vaqtimizda butun badanimizga taqaydi. Badanimizga kerakli bo'lgan butun suga ehtiyoji bo'lgan narsaning hammasi suni so'nirib oladi o'zini ichgan suyimizni. Endi miyadagi bu shakl bizga berayotgan bu shakl nimani ifodalaydi desanglar, moddizmlikninki, moddiy hukmninki Banu Isroilning qalbiga shunchalik cho'nqurlab kirib kelganligini ifodalayapti. Hattoki bir kalimo bularning vujudiga, qalbiga kirib, su butun badanga ichkirilib kirib ketganda vujudiga kirib ketganligini ifodalayapti. Holbuki qalb deganga moddiy narsa kirmaydi, ma'naviy hukm kiradigan gap. Ammo bularning qanchalik cho'nqurlashib ketayotganligini Alloh bizga bu shaklda ifodalayapti. Allah subhanahu wa ta'ala oyatda va ushribu fi qulubihimul ajz, ya'ni mo'zay bularning qalbiga shunchalik ushilib ketdiki, bularning kofir bo'lganlik sababi bilan. Degani bularning asli sabab yana vujudidagi inkorchilik bilan. Xuddi kufr, inkorchilik dal mo'zayni bularga uchkizayotgani shu. Ya'ni bular avval kufr bular. Vujudida kufrlik va bularninki, xarakterda bir xil inkor va bularninki, shu bularni muzayga ibodat qilgani saqlanish. Ya'ni bularning kofir bo'lganlik sababidan an muzay bularning qalbiga kirib, buni pechatlanadi. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Bular deydi, bizga tushirilgan Tavratga iymon etamiz, undan boshqa iymon etmaymiz deydi. Hey, agar siz Tavratga haqiqiy ras iymon eta olsangiz, iymon etqa iymon qilmoqni buyuramdasizlar. Bu bir Qur'oni Karimninki bularga masxir uslubi. Yani acaba obda mu'minki nasıllar? Acaba Tavratga iymon etadigansizlar sizlar? Tavrat sizlarni o'sha payg'ambarlarni o'ldiringlar, delil paketini rad qilinglar, mo'zaga ibodat qilinglar buyurganmisizlarni? Obda ishga yo'da bir xil masxir shaklda. Qur'on mashta ifodalaydi ba'zi o'rinlarda. Lut alayhissalomninki qavmining bir ifodasi va Qur'onda Lut alayhissalom bularni eski chiqmaslikqa, erlarni erlarga kelmaslikka, o'zini pak tutishga buyurgandan keyin nima dedi bular? Qur'onning hikoyasida, Qur'onning ularning so'zini naql olgan naqlida Lutning oilasini bu kanatdan chiqarib o'tanglar, bu odamlar pokiz odamlar ekan, pokiz odamlar bizning oramizda yashamoqson degan shaklni qo'llangan. Ya'ni bularning naqadar nejislashib, naqadar bu ishda chiriklashib ketganligining ifodasi. Adaymizga odatda bunda bir ishlar bor. Bizde egir bir ayıp noksandan birisi körelse, yoki egir derecede quldan ish kelmaslik masalan. Aşkı bizi bir salbiyat taqab ketgan bo'lsa bizning aramizga shu ayıp noksanı yo'q odamdan birisi kirib qolsa, ajib taqvo odam ekanman, bunda taqvo odam bilan bilganmaymiz deb qo'yamiz. Yoki hammadan asosan quldan ish kelmaslik, bikotalablik, laqvoliq tarqab ketgan bir jamiyatda bir odam bir ishlarga astoydil qarab, obdaro qilsa, o odam ustidan har xil gap qildigan shu odamning shu yaxshiligi, shu astoydilligi, masalalarga shunday inchik qarab, mas'uliyatchiligi boshqalarga ayib shaklda ko'rsatiladigan bir ahvol var bizning jamiyatimizda ayni shu shaklda ishlar. Lut alayhissalomninki pokizlikni targ'ib qilganligi, yaxshilikni targ'ib qilganligi mavluga nisbatan chiqib vetishga sabab bo'ldi. Buni Qur'oni Karim shu shaklda hikoya qilish orqali odamlarninki naqadar nejislashib ketganligini ifodalaydi, mush shakldagi ifoda yana. Amaliyotda Lut alayhissalomning pokizligi
pokizlikqa targ'ib qilishi bu kanatdan Lut alayhisalom chiqarishga sabab bo'lgan sabab emas amaliyotda. Tabiiyki unda emas. Ammo Qur'on bularni masxi shaklda ifodalayapti yani. Muhimi bularning iymoni, Yahudlarning iymoni asli buni buyurmaydi. Bularning asli iymoni haqiqiy iymon bo'la olsa, Tavrotga iymon etish, Muhammad alayhisalomga iymon etishga buyurdi. Qur'on buni Sura Araf'ninki 156-157 oyatlarda bayon qiladi. Vaktub lana fi hadhihi dunya hasana va fil akhirati inna hutna ilayk degan o'rindan tatib ulaika humul muflihun degan oyatlarda shuni bayon qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarninki Tavrot va Injilda bor bo'lgan payg'ambarga ergashgan, Allohdan qo'rqadigan, zakot beradigan, Allohning oyatlariga iymon etadigan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan tuzadigan, halol yaxshi narsalarni halol qilib, nijis narsalarni harom qiladigan, ilgirki eg'ir mashaqqat kishilarni ularning ustidan ap tashlaydigan manda payg'ambarga iymon etadigan kishilarga o'zining rahmatini yozadiganligi, hidoyat qiladiganligi, dunyo oxirat yaxshilik qiladiganligini mushu oyatda ahli kitobga qaratib turadi. Mening hidoyatim, mening rahmatim bu odamlarga, ya'ni mush payg'ambarga iymon etgan odamlarga deb maxil shaklda buni bayon qiladi. Ya'ni bu asli Tavrotninki bularga buyuradigan edi. Bular asli Tavrotga iymon etsa, buning iymoni mushuning buyurdi asli. Ya'ni ummiy bo'lgan, savodsiz bo'lgan payg'ambar alayhisolamga iymon etishga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo buning iymonining buni nimaga buyuradiganligini biladi. Chunki bu iymon Alloh tarafidan kelgan. Tavrot Alloh tarafidan kelgan. Musa alayhisolam Alloh tarafidan kelgan. Shuningdek bular Allohni o'ldirmoqchi bo'lgan vaqtida biz degan Tavrotga iymon etdik, biz degan Musa alayhisolamga ishonganlar, bizning shahidimiz bor degan vaqtdan Alloh bularni masxir qilib o'tadiki, ajab obda iymon kelsin iymonlar. Bu sizning aytgan iymon mashta buramda, payg'ambarni o'ldirishga buramda, payg'ambarni inkor qilishga buramda, muzoyig'lar qilish buramda, ajab obda iymon kelsin iymonda mana masxir shaklda bisama ya'murukum bihi imanukum. Qanday iymon bu degan gapda mana bu sizning iymoningiz haqiqiy mu'min bo'lib, mushtashqa bo'lsa, qanday iymon bu? Qanday tashar iymon bu deyapti Alloh subhanahu va taolo. Oxirsida in kuntum mu'minin deb bir gap qistirliq, agar sizlar haqiqiy mu'min bo'lsangiz degani yuqori gapning hammasining xulosi bo'lib, yana sizlar mu'min emas. Ularning mu'min emasligining dalili bu. Ya'ni ularning qalbida taxchi shirik, taxchi kufr, ibodat qilayotgan muzoy taxchi bor. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, menda ish bo'lmaydi degan ma'no ifodalaydi. Ondan keyin 94-oyatda yana Alloh subhanahu va taolo ahli kitob, Yahudiylarga nisbatan yana bir qatimliq rasvo qilish, yana bir qatimliq ularning ayib nuqsonlarini, bularda o'tkazilgan xatoliklarni bizga o'tirib qo'yib berish mazmunini bayon qilindi. Davatudu astagfiru billah qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallohi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Bularning yana bir qatimliq rasvochiligi. Bular har xil da'volarni qiladi-ku, xuddi ilgirki oyatlarda biz degan Tavrotga iymon etadigan odamlar, biz degan Tavrotga ishonamiz, qolganlarga ishonmaymiz deb iymon da'vo qildi-ku. Buning shuningga o'xshagan yana bir da'volar bor. Ya'ni nima desa, jannatga biz kiramiz deydi. Jannat bizning deydi bular. Oldingi oyatda bir yerda chiqdi-ku. Ya'ni biz do'zaxga kirmaymiz, kirib qolsak shunda bir tegib ketar ot. Ot shunda bir yiqilish bilan o'tib ketadi. Necha kun o'tib ketamiz? Biz degan Allohning muxtor bandalari, tanlangan bandalari, Alloh yaxshi ko'rgan banda, eng aziz bandalar biz bizning oramizdan nurg'un payg'ambarlar chiqqan deb kelib, yana bir bularning yolg'on da'volaridan birisi jannat bizning deydi. Ammo mush eg'izin chiqayotgan gap bularning yurikidan chiqqan bo'lsa, bular bundan raso olmaydi. Alloh da'vat etdi payg'ambar alayhisolamga dam. Agar oxiratdagi jannat Allohning nazarida boshqa odamlarga emas, sizlarga xos bo'lsa, agar mushgipangni yurgandan chiqqan gap bo'lsa, dalil pokitlik gap bo'lsa, buningga sizlar haqiqiy vujudingizdan ishonsanglar, bilamlar uzoq bo'lganda bo'lsa. In kuntum sadiqin. Agar mushgipangni rasul bo'lsanglar, bilamlar uzoq bo'lganda. Shahid bo'lgan odamning jannatga kiradiganligiga bo'lgan iymonimiz 100% bo'lg'achqa mujohidlarimiz shahid bo'lyapti. Mu'minlar jihadga qatnashib shahodatni istavotdi. Chunki bularning iymoni tam. Shahid bo'lsaqlam jannatga kirmaydigan bir iymon bor. Shu iymon ularni shahid bo'lishdan qo'rqmaydigan bir holatga keldi-ku. Yahudlarning jannat bizning,
Cennetke bizlam kirimiz degan mushu gapi agar haqiqiy ko'ngildan chiqqan sodiq gap bo'lsa, bilimdan uzoqdaqmi qani? Gaping rost bo'lib qolsinki, o'lgandan keyin jannatga kirsizlar. Ammo orzu qilolmaysizlar iymonni. Qo'rqisizlar chunki bu gapinglar tilingdan chiqqan gap, dilingdan emas. Bu Qur'oni Karimdagi yahudlarni yana bir qitim qana qilishi, rasvo qilishi. Alloh subhanahu va taolo yahudlarni rasvo qilmoqchi bu yerda. Bularning iymonining to'g'ri bo'lmaganligini bayon qilmoqchi bu yerda. Bularningki o'zgartib, almashtirib Allohning oyatlarini arzimas pullarga setib etganligini demakchi bu yerda. Alloh subhanahu va taolo bizning shuni bilishimizni istaydi-ku bu yerda. Ma yahudlar bu ishlarni o'tkazgan xatoliklarni, o'tkazgan jinoyatlarni, tushib ketgan ma'siyatlarni bilmay qolganlar emas. Va yoki ular boshqalar tarafidan oldinib ketganlar emas, balki bular o'zining o'zgartganligini, Allohning oyatlarini, shariatning hukmlarini almashtirganligini biladi ular. Bular o'zlarininki bir gapni akaplam Allohga nisbat berib yolg'ondan Allohning kalomi deganligini biladi bular. Şoňa Allah subhanahu wa taala Rasulullohdan bularni kishilarning oldida rasvo qilishni, ularning yolg'onligini keskin dalil bilan bayon qilib o'tishni talab qilyapti. Madinada po'chi yurituvchi ular, biz degan ahli kitob, biz degan jannatga kirdi odamlar deb boshqalarning kallasga shak tashlab, boshqalar rost bular mushta bir jannatga kirib qolarmi, bizdan burun kirib qolar. Rasululloh keskin rasvo qilib o'tdi bularni. Deydi-ki, sizlar ash gapinglar so'p qolsa, jannat sizlarga xas bo'lib qoldigan sho'p qolsa, deblam Peygamberimiz da müştat deblam Rasululloh dedi-de. Mendeki qul degani Rasululloh qaratilgan gap. Ya'ni Muhammad bularga degan gap. Bu gap tabiiyki qanachaq deyildi desa, Yahudlar musulmonlarga jannat bizga xos degan vaqt dedigan gap buni. Ha, jannat sizlarga xoslar bo'lsa, siz zodi jannatga bevosita kiradigan shunga qolsa, boshqa odamlar kirmaydigan shunga qolsa, nocho sanglar uylamlar zo'qtaqmi qani. Deblam xitob qilgan gapda Ayetdeki haliseten de bir gap var. Arap tilida halis deb ifodalanadi. Sap, shaxsiy, xususiy degandek ma'noni ifodalaydi. Ya'ni hech qanday bir narsa uningga qo'shilmagan, hech qanday bir shirki yo'q. Ya'ni sanglam xos, hech kim shirk olmaydigan, hech kim talashmaydigan degan gap. Ma'lum davatqini jannat Allohning qashi bizga xos degan ma'noni ifodalab, am halisatan degan so'z ishlatiladi bu yerda. Alloh subhanahu va taolo o'zining rasuliga da'vat etdi bu yerda. Agar oxirat ularning lam buldigan sho'p qolsa Allohning nazarida, hech kim bunga o'rtaqlashamaydigan shaklda bo'lsa, Ondoğandikin ularning qilishga tegisliki ilmni arzu qilishga mangulik ne'mat kasomamdi dunyoda lapildab yurguncha. Dunyoning qabliqini tatbiq etguncha jannat kasomamdan da olsun. Bu haqiqiy shunday sho'p qolsa. Madam oxirat bularning ekan, madam bular o'zining jannatga yolg'iz kiradiganligiga ishonch qilgan ekan, bu dunyoda bularni ap qolgan narsa, bu dunyoda tek yaşatgan narsa nima onda olsa bularni? Nimishki bular ilmni arzu qilmaydi, xuddi musulmonlar jannatga kirishni shahodat shaylikni arzu qilgandek masalan, bu sodiqlar bo'lsa. Bu haqda bilimiz hamda cennet bizning degan bu töhmet Yahudlarning Alloh nomidan atqan tunji töhmet emas. Bizni anglab yetayotimiz biz degan dozaq kirmaymiz. Dozaq hech kun kirsakmi degandek har xil töhmetlar vatdi-ku din nomida aytayotgan shuning birisi bu. Bunun boshqa gaplarim bor. Va qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ahli kitobningki deydigan gaplar bu yani. Jannatga Yahudi bo'lib qolsa Yahudlar kiradi degan, Xristian bo'lib qolsa Xristianlar kiradi degan. Ya'ni Yahudlar o'z to'g'riliq jannatga faqat Yahudi kiradi deydi. Xristianlar o'z to'g'riliq jannatga Xristianlar kiradi deydi. Har birisi jannat o'ziga xos deydi. Bularning Allohning nomidan to'qiyotgan tuhmati bu. Bularning bu gapi aqida jihatda bir xil tepishmoq qaylanib qoldi-da. Ya'ni jannatga kim yolg'iz kiradi? Yahudmi, Xristian? Biz deymizki, Alloh buningga javob berdi. Yahudlarning o'zining tildan javob berdi bu gapga. Yahudlar nima deydi? Va qalatul yahudu laysat an-nasara ala shay. Yahudlar deydi ki Hristiyanlar. Yok adamlar bu. Bunun aqidasi mi yok? Eşimiz yok. Bu cennetke kiremeydi deydi. Yani bunlar çatak adamlar deydi. Ve qaletun nasara. Hristiyanlar deydi ki Yahudlar ala şey. Leysat ala şey. Yahudlar doğru yolda emas bunlar. Bunlar cennetke kiremeydi deydi. Allah bunun özünün til arqılıq bunun ki nimişkenlikinde cevap verdi. Yahudlar biz cennetke kiremiz deydi ya. Hristiyanlar cennetke bizlam kiremiz deydi ya. Allah bunların
hech şey kirmaydiganligini, bularning oziq tutayotgan ishlar yo'llariningki, qilayotgan ishlariningki hech nimaga tang ekanligini o'zining til orqali degizib o'tadi. Qur'oni Karimda shu orqali javob berib o'tadi. Ma yuqoridagi yahudlarningki xristianlar hech nimaning ustida. Xristianlarning yahudlar hech qanday bir yo'lning ustida emas bular, buning yo'li to'g'ri emas degan bu gapi yahud nasronlar degan o'zaro birisi to'g'rilik degan eng to'g'ri gap. Yahudlar amaliyotda yahudlar hech nima yetmas ularning qilayotgani. Xristianlarmi hech nima yetsa emas ularning qilayotgani. Har ikkilisi yana bir taraf to'g'rilik qilgan bu gapi intayin rost. Oyat karimada biz ketayotgan Qul in kanat lakumud-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas degan mush oyat karimada yahudlar nima dedi? Jannat bizning dedi ya. Biz tamam ularga tasdiqlaylik o gapni. Rost jannat sizlarningki. Unda o'zi nima ish qilib aldirab ilmni arzu qilib tezroq ketmaslik jannatga. Deymiz, biz so'raymiz bu savolni ularga. Aslında cennet muşlarga xoslar olsa, bu cennetga haqiqatan kirib ketalaydigan shop qolsa, ular oxiratga talpinish kerak bular. Oxiratni orzu qilish kerak bular. Ammo bu degan yahudlarning qishidagi, yahudlardagi yolg'on, ko'pturma, to'qilma, tuhmat. Hristiyanlar nima deydi? Hristiyanlar Surmaidning 18-oyatida bayon qilinadi. Va qolatil yahud va nasara nahnu abnaullohi va ahibba'u. Biz Allohningki eng suyimli odamlar deydi bular o'zini. Yahudlar, Hristiyanlar. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga xitob qilib nima deyotdi? Danganda olsa Muhammad alayhisalom, sizlar Allohning eng suyimli ballari, mahbublari bo'la olsanglar, nima ish qasablaysizlar Alloh gunohining sababli? Sizlar Allohning yaratgan bandalarning bir banda. Alloh xalqalliq mag'firat qiladi, xalqalni azoblaydi, osmon zaminning butun idorachiligi, osmon zamin o'tirishga butun shaylarning idorachiligi Allohga xos. Hamma Alloh tarafiga qaytadi deb ma'ayatini bularni o'zining davatgan da'vosi bilan o'zining og'ziga to'qlab qo'yatdi. Endi demak, bular yuqoridagi oyatga qaraganda shunda bir xiyol deydi bular. Shunda bir xiyol, ham xiyol deydi. Bular qanchalik gunoh qilsin, Alloh azoblamaydi deydi bular. Lekin Allohning adolati buni o'ynamaydi. İnsanlarni o'zining gunohi tufayli azoblaydi. Yahudilar qanchalik gunoh qilsin azoblamaydi. Oxiratda jannatga kirgizdi bularni. Bu qanday adolat bu? Bu Allohning adolati emas bu. Allohning adolati bunda emas. Alloh subhanahu va taolo nimdeb oxirat jannatni Yahudilarga ham xos qilib bersin? Halbuki o'zining rahmatini Muhammad alayhisalomning ergashuvchilariga, islom risolatiga iymon etganlarga qilgan tursa. Yahud nasralarga mushini o'zining kitobida yetkizgan tursa. Yahud nasralar dediki, bayatni o'qigan oyatimiz shu qayta takrorlab o'qiymiz yana. Vaktub lana fi hadhihi dunya hasana va fil akhirah. Bizga dunyo oxiratda hasana yasla degan vaqtida Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Yo'q, men bu hasanatimni deydi. Xohlagan odamga yetkazman. Azobimni xohlagan odamga yetkazman. Men bunday yaxshilikni, dunyo oxiratdagi yaxshilikni Allohdan qo'rqqan, zakat bergan, bizning oyatlarimizga iymon etganlarga, kelgusi ummiy payg'ambarga ergishib, Tavrat, Injilda yozilgan payg'ambar ergashganlarga yozaman bu rahmatimni. Bularga beraman dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni qanday shakl bo'lsin, Yahudi bo'lsin, Xristian bo'lsin, payg'ambar ergashsa oxirati va unda bo'lmasa oxirati yo'q bularningki. Muşunun hammasi ularning kitobida bor asli. Bular bu nuqtani tushunish kerak. Afsus bular davomliq yolg'on, tuhmat, mushta to'qilma gaplar bilan o'zini aldab, boshqani aldab kelayotgan bo'lg'achqa, ya'ni o'zining ko'nglini o'zi xo'sh qilib, jannat bizni, oxirat jannatga biz ham kiramiz, do'zaxga kirmaymiz deb davatudi. Buning eg'iziga mushu dalil paketlar bilan to'qilnotida eg'izi. Qur'oni Karimda duo Alloh va men yabtaghi g'ayral islam dini fala yuqbala min. Islomdan boshqa narsani din deb o'tirib chiqarganlar, din deb ishonganlar, din deb ergashganlar qabul qilinmaydi. Oxiratda ziyon tortib qolib dedi. Shunga biz aniq keskin deymizki, Yahud nasaralar hech shayning ustida. Ularning qilayotgani hech narsa emas. Agar mushbata ketib qolsa, ularning oxiratda erishdigini hasrat, haybatdan boshqa narsa emas. Yahudlar qanday qilib oxiratdagi jannatni o'ziga xos deydi, qanday da'vo qilsin? Shuncha ular dalil paketli ularning kitoblarida tursa, Alloh subhanahu va taolo bularning yolg'onchiligini rasvo qilib, bizga ularning deganlariningki
özlerinin davatkan gepinin yalga ekanligini biladiganligini bizga bayon qiladi. Ya'ni bularning bu davolari qalbidan chiqqan, yoki ularning tushunchasida o'nab qolgan gap emas. Yalg'on. Bular bilib turib yalg'on savatadi. Ahmaq qiladi boshqalarni. Mana bu Yahudlarninki bugungi darsimizdagi eslayotgan rasvoliklari, o'tkazilayotgan xatoliklari. Ma xatolik bak ig'ir xatolik ma. Bu aqidadagi ozdirish boshqalarni. Boshqalarni ahmaq qilish, Allah demagan gaplarni Allohga chaplash, dinda yo'q gaplarni din nomidan o'tirg'a qo'yish, nimda o'zining ishlarini yurishtirish, o'zining manfaati, o'zining nufuzi uchun. Bularni o'tkazayotgan ig'ir xatoliklari mana bu. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Biz inshaalloh darsimizning oxirini kelasi darsda davomlashtiramiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.